Qaytaraman. O'zbekistonda rak kasalligi rivojlanib ketgan, onkologik kasallik rivojlanib ketgan. Doktor aytayapti, bunga sabab agressiv bo'lish, birovni kechira olmaslik, birov haqida negativ o'ylash, g'azabda yurish, siqilish, o'ylash, xullas miyaga zarar yetkazadigan nimaki negativ narsa bo'lgan bo'lsa, hammasi onkologik kasallikni olib keladi. Onkologik kasallik bilan ko'p murojaat qilganlar, ko'krak saratoni, yana qaytaraman, yo'g'on ichak, o'simta, jigardagi o'simta, bachadon raki, boshdagi o'simta. Ishoninglar, mana shu nechta o'zbek o'lim bilan kurashyapti. Qani edi hayotimni, sog'lig'imni, oldingi sog'lig'imni ozginasini qaytarib bersa edi, men hech qachon siqilmasdim, hech qachon o'ylamasdim, agressiv bo'lmasdim. Maza qilib yashardim. Hayot bir marta berilishini endi men tushunmadim. Nechta o'zbeklarimiz bor, ishoninglar, o'lim bilan kurashayotgan. Iltimos qilaman.